Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz sizlar bilan darsimizning nazariy qismida G21M parrak aylanishiga asoslangan suv o'lchash vositasi orqali suv o'lchash ishlarini bajarish to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchi navbatda suv o'lchash ishlarimizning bajarishimiz uchun tanlab olingan kanalimizning kengligi hamda suvning chuqurligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Tanlab olingan kanalimizda suv o'lchash ishlarini bajarishimiz uchun kanalimizning kengligi hamda chuqurligiga qarab vertikallar olish tavsiya etiladi. Ya'ni kanalimizning eni 5 metrdan kichik, 1 metrdan kam bo'lsa, 3 ta vertikal olish tavsiya etiladi. Kanalimizning eni 5 metrdan kichik, chuqurligi 1 metrdan ko'p bo'lsa, 5 ta nuqtada va kanalimizning eni 5 metrdan katta, 1 metrdan kam bo'lsa, 5 ta vertikalda hamda kanalimizning eni 5 metrdan katta va suvimizning chuqurligi 1 metrdan katta bo'lsa, 7 ta vertikallar olish tavsiya etiladi. Demak, tanlangan kanalimizda o'lchamlariga, eniga, suvning chuqurligiga qarab bir vertikallar tanlab olindi. Endi tanlab olingan vertikallarimizda suvning chuqurligiga qarab vertushkani o'rnatish nuqtalari tanlab olish tavsiya etiladi. Mana bu jadvalni ko'rishimiz mumkin. Demak, tanlab olingan vertikalimizda suvning chuqurligiga qarab vertushkani o'rnatish nuqtalari tavsiya etiladi. Demak, suvimizning chuqurligi 30 cm dan kam bo'lsa, bitta nuqtada vertushka o'rnatib suvning tezligini o'lchashimiz mumkin. Ya'ni 0.6 h ga ko'paytirib 0.6 h da suvning tezligini o'lchash ishlarini olib borishimiz mumkin. Suvimizning chuqurligi 30 cm dan va 80 cm gacha bo'lsa, ikkita nuqtada 0.2 va 0.8 h da suvning tezligini o'lchash ishlarini olib borishimiz mumkin. Va kanalimizning chuqurligi 80 cm dan yuqori bo'lsa, 3 ta nuqtada 0.2, 0.6 hamda 0.8 h da suvning tezligini o'lchash ishlarini olib borishimiz tavsiya etiladi. Biz darsimizning nazariy qismida tavsiyalarni bergan holatda, amaliy qismda esa G21M suv o'lchash vositasi orqali suv o'lchash ishlarini bajarib, ma'lumotlarni berib hamda hisob-kitob ishlarini o'lchov varaqasiga qayd qilgan holatda suvning sarfini aniqlab olish ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Darsimizning nazariy qismida ta'kidlab o'tganimizdek, berilgan tavsiyalarga asosan birinchi navbatda suv o'lchanayotgan kanalimizda kanalimizning kengligini o'lchab oldik. Ya'ni vertikallar olishimiz uchun. Kanalimiz 4,5 metr chiqdi. Kanalimizning tepa B qismi. Berilgan tavsiyalarga asosan kanalimizning tepa B qismi uzunligi 5 metrdan kichik bo'lgani uchun 3 ta vertikal olish tavsiya etilgan. 3 ta vertikal tanlab olamiz. Vertikallarni olish chiziqlarini belgilab chiqdik. 3 ta vertikal. Vertikallarni belgilab chiqdik. 3 ta vertikal oldik. Suvimizning chuqurligi hamda kanalimizning eniga qarab turib 3 ta vertikal oldik. Endi vertikallarda har bir vertikallarda o'lchov varaqamizga qayd qilgan holatda vertikallarimizni tanlab oldik va olingan vertikallarimizda suvimizning chuqurligiga qarab turib vertushkani o'rnatish nuqtalarini ham tanlab olamiz. Demak, birinchi, ya'ni o'ng qirg'oqdan birinchi vertikalga bo'lgan masofamizni o'lchov varaqaga qayd qilgan holatda birinchi vertikalda, ikkinchi vertikalda, uchinchi vertikalda suv o'lchov ishlarini olib boramiz. Birinchi vertikaldagi suvimizning chuqurligini aniqlab oldik, 32 cm ni tashkil qildi. Demak, ikkinchi vertikalda ham suvimizning chuqurligini aniqlab olamiz. İkinci vertikalda ham suvimizning chuqurligini aniqlab oldik, metr son. İkinci vertikalimizda ham 32 cm ni tashkil qildi suvimizning chuqurligi. Uchinchi vertikalda suvimizning chuqurligini o'lchaymiz. Üçüncü vertikalda ham suvimizning chuqurligi 32 cm ni tashkil qildi va biz buni o'lchov varaqasiga qayd qilgan holatda vertushkani o'rnatish nuqtalarini tanlab olib, o'lchov ishlarini
hisob kitoblarni boshlaymiz. Demak, darsimizning nazariy qismida berilgan tavsiyalarga ko'ra kanalimizning eni hamda suvimizning chuqurligiga qarab turib vertikallarni tanlab oldik va suvimizning chuqurligiga qarab har bir vertikalda o'lchov vertikani o'rnatish nuqtalarini tanlab oldik. Suvimizning chuqurligi 32 sm ni tashkil qilgani uchun vertikani o'rnatish nuqtasini, ya'ni 0.6 h ga ko'paytirib, o'lchash nuqtasini tanlab oldik, ya'ni 19 sm ga vertikalarni o'rnatib, birinchi vertikalda suv o'lchov ishlarini bajaramiz. Suvga tushirgan vertikani suvga tushirganimizdan keyin bir marta zimonok cholgandan keyin sekundometrga hisoblashlarni boshlab, zimonoklar sonini hisoblashni boshlaymiz. Birinchi vertikalga vertikamizni tushirdik. Bitta zimonok choldi va hisoblashni boshladi. Birinchi vertikalimizda 104 sekundda 11 marta zimonok choldi. Endi ikkinchi vertikalimizga o'tamiz va zimonok hisoblashlarni boshlaymiz. Ikkinchi vertikalga o'tdik, hisoblab chiqqan bo'yicha. Ikkinchi vertikalda ham vertuskamizni tushiramiz va bir marta zimonok chalingandan keyin o'lchov ishlarini boshlaymiz. Boshla. İkinci vertikalda ham o'lchov ishlari bajarildi. 103 sekundda 14 marta zimonok choldi. Buni ham o'lchov varaqasiga qayd qilgan holatda 3-vertikalimizda o'lchov ishlarini bajaramiz. 3-vertikalga vertushkamizni tushirdik. Va o'lchov ishlarini boshlash uchun bir zimonok choldi. Va hisoblashlarni boshladik. Üçüncü vertikalda ham hisoblashlarni bajardik. Üçüncü vertikalda 101 sekundda 12 marta zimonok choldi. Buni o'lchov varaqasiga qayd qilgan holatda o'lchov varaqasida hisob kitob ishlarini olib borishimiz mumkin bo'ladi. O'lchov varaqasiga qayd qilib oldik, ya'ni vertikallar ko'rsatkichi, vertikallar o'lchamlari, vertikaldagi chuqurliklar, suv o'lchash jarayonlarida natijalarni o'lchov varaqasiga qayd qilib oldik. O'ngdan birinchi vertikalgacha bo'lgan masofa, birinchi vertikalda ikkinchi vertikalgacha, ikkinchi, uchinchi va uchinchi vertikaldan chap qurg'oqgacha bo'lgan masofalarni kiritib oldik. Endi suvimizning chuqurligi 32 sm ni tashkil qildi. Buni ham qayd qilib oldik. Keyingi 4-katagimizda esa vertikallarning o'rta chuqurligini tanlab oldik. Ya'ni 32 sm ni 2 ga bo'ldik, o'rtachasini topdik va 32 bunda ham o'rtachasi, bunda ham o'rtachasini belgilab 4-kataga qayd qilib oldik. Va 5-katagimizda jonli kesim yuzar. Jonli kesim yuzar, ya'ni balandlikni eniga ko'paytirganda hosil bo'ladi. Biz ya'ni 2-katakni 4-katagga ko'paytirgan holatda jonli kesim yuzasini topib oldik. Buni 2-ni 4-ga ko'paytirib 5-katagga yozib oldik. Va keyingi 6-katagimiz bo'lsa, vertikallardagi vertushkani o'rnatish nuqtasi. Ya'ni suvimizning chuqurligi 32 sm ni tashkil qilgani uchun biz 0.6 h ko'paytirib 6-katagga yozib oldik. Ya'ni 32 ni 0.6 ga ko'paytirib 6-katagga yozib oldik va vertikallarimizga vertushkani o'rnatish nuqtalarini aniqlab olganimizdan keyin biz zimonoklar sonini hisoblashni boshladik. Birinchi vertikalimizda suvimizning tezligini parrak aylanishlar hisobiga hisoblashimiz uchun sekundometr yordamida hisobladik va 104 sekundda 11 marta zimonok choldi. 20 marta parrak aylanishlar hisobiga 1 marta zimonok cholgani uchun biz 104 sekundda 11 marta zimonokni hisobladik va ikkinchi vertikalimizda 103 sekundda 14 marta zimonok choldi. Ya'ni 20 marta parrak aylanishga bitta zimonok solishni hisobiga olganda 103 sekundda 14 marta zimonok choldi va 3-vertikalimizda 101 sekundda 12 marta zimonok choldi. Endi keyingi jarayonimiz o'lchov varaqasini hisob kitob ishlarini amalga oshirishimizda biz 20 marta parrak aylanganda 1 marta zimonok cholgani uchun biz parrakni, ya'ni 11 ni 20 ga ko'paytiramiz. Ya'ni buni o'lchov varaqasini elektron variantida ham hisoblab ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 11 ni 20 ga ko'paytiramiz. Va bu shu jarayonni takroran bajaramiz. Ya'ni 14 ni
ko'paytiramiz 20 ga. Uchinchi vertikaldagi 101 sekundda 12 marta zamon o'xshagani uchun 12 ni 20 ga ko'paytiramiz. Va qayd qilib oldik. Endi keyingi 14-katagimizga o'tadigan bo'lsak, parrakning 1 sekundda aylanishlar soni deyapti. Buni 1 sekundda parragimiz necha marta aylanganini topishimiz uchun biz 220 ni 1/4 ga bo'lamiz. Ya'ni 13-katakni 12-katakka bo'lamiz. Bunda 1 sekundda parrak aylanishlar soni kelib chiqadi. Görüşümüz mümkün mü? Parrak aylanib 1 sekundda 2,1 marta parrak aylanibdi. Keyingisini ham o'tishini hisoblaymiz. Demak, birinchi vertikalda 2,1, ikkinchi vertikalda 2,7, uchinchi vertikalda 2,4. Endi biz 15-katakni to'ldirishimiz uchun bu yerda vertushkaning zavod raqami bor. Bu vertushkaning zavod raqamini biz 2,1 ko'paytirib 15-katakka qayd qilib olamiz. Qayd qilib oldik. Va keyingi vertikalni ham shunday tarzda davom ettiramiz. Ham shu tarzda davom ettiramiz. Bu zavod raqami hisoblanadi. Ya'ni zavod raqamini ko'paytiramiz 1 sekundda parrak aylanishlar soniga. Bu chiqdi. Demak, 15-katagimizni ham to'ldirdik. Hisob-kitob ishlarini amalga oshirib, endi 17-katagimizni to'ldirishimiz uchun biz trapetsiyasimon kanal bo'lgani uchun albatta g'adir-budirlik koeffitsiyenti bor. Biz 15-katakni 0,9 ga ko'paytirib 17-katakka yozishimiz mumkin. Ya'ni g'adir-budirlik koeffitsiyenti qirg'og'imizning o'ng qirg'oq hamda chap qirg'og'imizning g'adir-budirlik koeffitsiyenti bor. Biz buni hisoblashimiz uchun 17-katakka qayd qilib boramiz. Ya'ni 17-katakka 15-katakni 0,9 ga ko'paytirib qayd qilib olamiz. Keyingi katagimizda esa buning ikkalasining o'rtachasini hisoblab chiqamiz. Ikkalasining o'rtachasini hisoblab chiqishimiz uchun birinchi vertikalimizga qo'shamiz ikkinchi vertikalimizni hamda bo'lamiz 2 ga. O'rtachasi kelib chiqdi. Shu tarzda keyingi katagimizni ham to'ldiramiz. Shu va keyingisi chap qirg'og'imizning g'adir-budirligini, ya'ni buni 0,9 ga ko'paytirib qayd qilib olamiz. Endi hisob-kitoblarimiz o'lchov varaqasiga qayd qilib boryapmiz. Demak, bizga jonlik kesim yuza va suvning tezligi aniq bo'ldi. Mana vertikallardagi o'rtacha suvimizning tezligi ma'lum. 17-katakda. Bizda 5-katakda vertikallardagi o'rtacha jonli kesim yuza. Odatda suv sarfini topishimiz uchun jonli kesim yuzani suvimizning tezligini ko'paytirsak, suv sarfimiz kelib chiqadi. Demak, biz bu yerda 5-katakni 17-katak ko'paytirgan holatda suv sarflarimizni hisoblaymiz. Buni ham Excel dasturi orqali bajarishimiz mumkin. Demak, 5-katakni ko'paytiramiz 17-katakka. Jarayonni ham shunday davom ettiramiz.
Har bir vertikallarimizdagi jonli kesim yuzani suvning tezligini ko'paytirdik va biz endi chiqqan qiymatlarni, ya'ni 18-qatorda chiqqan qiymatlarni biz hisoblab chiqamiz. Jamlab qo'shamiz. Mana qayd qilishimiz mumkin. O'lchov varaqasiga qayd qilganimizda, hisob-kitob ishlarini amalga oshirganimizda bizning suv o'lchayotgan kanalimizda suvimiz sekundiga 210 litr taqsim sekundni tashkil qildi. Biz buni qayd qilish varaq orqali hisob-kitob ishlarini sizlarga ko'rsatib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.